bana o pörrükü mü? Ya pörrüçe. Assalom. Va alaykum assalom. Shahargami? Ha, shaharga. O'tirsam maylimi? O'tiring. Singlim, biz so'ragan aybi yo'q. O'tgan safar parod qiluvdingiz, bu safar ham bir baloni qo'zg'amaysiz qilib. Ayyo, aka, hozir ishlarim hammasi yaxshi, hammasi zo'r, biznes boshlaganman. Ha, bu so'ragan aybi yo'q. Nima ish boshladingiz endi? Ayollar kiyim-kechaklari biznes boshlaganman, Turkiyadan olib kelaman. Ko'ylak necha pul, singlim? Ko'ylak 50 mingdan 100 minggacha. Lozim necha pul, lozim? Lozim endi aka 350 ming. 350 ming? Endi singlim, bu aytganda ham aybi yo'q, siz bitta ish qiling. Hop. Siz lozimni tushiring. Ko'ylak ko'taring. Nima? To'xtang. Siz meni kim deb o'ylayapsiz? Ahmoq. Voy! Nima noto'g'ri tushunasan? Lozimni narxini tushir, ko'ylakni ko'tar demoqchi edim. Bilab, sizlarga nima bo'lyapti? Bu rasvo xayol ekan-ku bu.